1938-yilning iyul oyida ishdan haydalgan Segizboyev shu yilning o'zida qamoqqa olinib, otib tashlanadi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, aynan Abdurahmonov davrida O'zbekiston qishloq xo'jaligi sanoati deyarli to'liq paxtaga bog'lanib qoladi. 1974-yilda esa u poraxo'rlik va mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish aybi bilan qamoqqa olinadi. Bu vaqtda nafaqat Qodirovning, balki birinchi kotib Inomjon Usmonxo'jayevning ham hokimiyati juda cheklangandi. U O'zbekiston tarixidagi birinchi va oxirgi vitse-prezident bo'ladi. Shu tariqa O'zbekiston Jumhuriyatining birinchi bosh vaziri taqdiri ayanchli yakun topadi. O'zbekiston tarixida davlat rahbaridan keyingi o'rinda turuvchi, unga turli sohalarda yordam beruvchi amaldorlar Devonbegi, Qo'shbegi va Mingboshi kabi nomlar bilan atalgan. Bir 1924-yilda O'zbekiston Ijtimoiy shuro Jumhuriyati tuzilgach, bu lavozim rasman Xalq komissarlari Soveti, keyinchalik Ministrlar Soveti raisi va keyinchalik bosh vazir nomi bilan atalgan. Keyingi bir asrda o'nlab insonlar ushbu lavozimda mehnat qildi va davlat va jamiyat hayotida o'ziga xos iz qoldirdi. Xo'sh, ular kimlar edi? Bugun ular haqida gaplashamiz. 4 yil mavjud bo'lgan Buxoro va Xiva Xalq shuro jumhuriyatlari 1924-yilda O'zbekiston Ijtimoiy shuro jumhuriyatiga birlashadi. Yangi davlat tuzilishida atoqli o'zbek siyosatchisi Fayzulla Xo'jayev muhim rol o'ynaydi. U respublikaning milliy hududiy chegaralanish ishlarida ham faol qatnashadi va yangi jumhuriyatning ilk xalq komissarlari Soveti raisi, ya'ni hozirgi tilda aytganda bosh vaziri ham aynan Fayzulla Xo'jayev bo'ladi. U bu lavozimda respublika rahbari vazifalarini ham bajaradi. Buni SSSR Markaziy ijroiya qo'mitasiga, turli respublikalardan vakillar yig'iluvchi idoraga O'zbekistondan aynan Fayzulla Xo'jayev a'zo bo'lib borgani ham tasdiqlaydi. Vaholanki, bu paytda O'zbekiston Markaziy ijroiya qo'mitasi raisi Fayzulla Xo'jayev emas, Yo'ldosh Oxunboboyev edi. Fayzulla Xo'jayevning O'zbekiston tarixi va taraqqiyotida tutgan o'rni haqida ko'p gapirish shart emas. Milliy qadriyatlarga ancha sodiq bo'lgan va shu sabab 1937-yilda qatag'on qilingan Xo'jayev O'zbekiston tashkil topgan ilk yillarda respublikani oyoqqa turg'azish uchun katta xizmatlarni amalga oshirgan. Uning davrida yangi sug'orish tizimlari quriladi, minglab maktablar va oliygohlar ochiladi, milliy kadrlar tizimi shakllantiriladi. Biroq mamlakati va xalqi uchun chin dildan mehnat qilgan ushbu bosh vazir harakatlari Moskvadagilarga tabiiyki yoqmaydi. Natijada 1937-1938-yillardagi Stalinning qonli qatag'onlari doirasida ko'plab o'zbek jadidlari kabi Fayzulla Xo'jayev ham qamoqqa olinib, otib tashlanadi. Shu tariqa O'zbekiston Jumhuriyatining birinchi bosh vaziri taqdiri ayanchli yakun topadi. Fayzulla Xo'jayev O'zbekiston bosh vaziri lavozimida 1924-1937-yillarda, ya'ni 14 yil ishlaydi. Xo'jayevdan keyin uning lavozimiga munosib nomzod topish masalasi kun tartibiga chiqadi. 1937-yil iyunida Abdulla Kaniyev O'zbekiston Xalq komissarlari Soveti raisi etib tayinlanadi. Biroq shu yilning oktyabrida u ham qatag'on qirg'iniga uchrab, ishdan olinadi va qamoqqa tashlanadi. Karimovning o'rnini keyinchalik Sulton Segizboyev egallaydi. Segizboyevning bosh vazirlik davri qatag'on eng avjiga chiqqan davrga to'g'ri keladi va Segizboyev ko'plab o'zbekistonliklarning qatag'on ro'yxatga tushishida ishtirok etadi va uning o'zi ham o'tmishdoshlari kabi qatag'on qurboni bo'ladi. 1938-yilning iyul oyida ishdan haydalgan Segizboyev shu yilning o'zida qamoqqa olinib, otib tashlanadi. Bir 1938-yilning iyul oyida O'zbekiston bosh vaziri etib, bu paytda Buxoro Kompartiyasi Markaziy qo'mitasi birinchi kotib bo'lib turgan Abdujabbor Abdurahmonov tayinlanadi. Abdurahmonov bundan oldin ham bir necha yil quyi partiya tashkilotlarida ishlagan, ancha tajribali siyosatchi edi. Ikkinchi jahon urushi boshlanishi bilan Abdurahmonov zimmasiga katta vazifalar yuklatiladi. U SSSR Davlat mudofaa qo'mitasi a'zoligiga saylanadi va ittifoq oliy qo'mondonligi stavkasi, ya'ni boshqaruv shtabi tarkibiga kiradi. Abdurahmonov urush yillarida bosh vazir sifatida barcha vazirliklar faoliyatini muvofiqlashtiradi. Ko'chirib keltirilgan zavodlar hamda bolalarni joylashtirishda bosh qosh bo'ladi.
O'zbekistondan frontga ta'minot barqaror davom etishini nazorat etadi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, aynan Abdurahmonov davrida O'zbekiston qishloq xo'jaligi sanoati deyarli to'liq paxtaga bog'lanib qoladi. 1946-yilda SSRda ma'muriy islohot o'tkazilib, Xalq komissarlar Soveti ministrlar, vazirlar Sovetiga aylantiriladi. Abdurahmonov yangi tuzilmada rahbarlikni davom ettiradi. Abdujabbor Abdurahmonov SSRda juda katta obro'ga ega bo'lgan. Moskvadagilar uni ancha ardoqlagan. Biroq 1950-yillardagi kadrlar yangilanishi doirasida O'zbekiston bosh vaziri bo'lgan Abdurahmonov ham lavozimdan ozod etiladi va butun ittifoq savxozlar vaziri o'rinbosari etib tayinlanadi. Shunday qilib, Abdurahmonov O'zbekiston bosh vaziri sifatida 12 yil, ya'ni 1938-1950-yillarda faoliyat olib boradi. Abdurahmonovdan keyin O'zbekistonda xuddi birinchi kotiblar kabi bosh vazirlar ham tez-tez almashishni boshlaydi. Bu o'sha paytdagi Xrushchevning iliqlik siyosati bilan bog'liq edi. Xususan 1950-51-yillarda ushbu mansabni ilgari Buxoro, Toshkent va Andijon viloyatlari birinchi kotibi, hokimi bo'lgan Abdurazzoq Ma'lonov egallab turadi. Undan so'ng Nuriddin Muhiddinovning 2 martalik bosh vazirligi boshlanadi. 1951-yildan O'zbekiston hukumatini boshqargan Muhiddinov o'zbek ziyolilarining ikkinchi qatag'on to'lqindan himoya qilishga urinadi. Natijada 1953-yilda u bosh vazir o'rinbosari lavozimiga tushiriladi. Uning o'rnini Moskvadan qaytgan sobiq birinchi kotib Usmon Yusupov band qiladi. Yusupov ham 1 yillik faoliyatdan keyin bosh vazirlikni tark etadi va Nuriddin Muhiddinov yana vazirlar soveti raisi, bosh vazir bo'ladi. Biroq Muhiddinov ham 1 yil o'tib Markaziy qo'mitaning birinchi kotibligiga saylanadi va bosh vazirlikdan ketadi. 1955-yildan O'zbekiston vazirlar sovetini Sobir Kamolov boshqara boshlaydi. Sobir Kamolov bosh vazirlik davrida kadrlar tizimida dadil mahalliylashtirish siyosatini olib boradi. Vazirliklarda mahalliy aholi vakillari soni ortadi. Oradan 2 yil o'tgach, u ham o'tmishdoshi Muhiddinov kabi bosh vazirlikdan birinchi kotiblikka o'tib ketadi. 1957-yilda O'zbekiston vazirlar soveti raisi etib Mansur Mirzoahmedov tayinlanadi. Mirzoahmedov 2 yillik bosh vazirlikdan keyin 1959-yilda qishloq xo'jaligi vazirining birinchi o'rinbosari darajasiga tushiriladi. Uning o'rniga Orif Alimov keladi. Alimov ham o'zidan oldingi hamkasblari singari 2 yil 1959-1961-yillarda bosh vazirlik qiladi. Uning bosh vazir sifatida tanlanishi siyosiy klanlarning o'zaro qisqa muddatli kompromissi oqibati edi. Qisqa bosh vazirliklar davridan keyin nihoyat kursisida barqaror o'tirgan 2 O'zbekiston bosh vaziri davri boshlanadi. Ularning birinchisi 1961-1971-yillarda O'zbekiston hukumatini boshqargan Rahmonqul Qurbonov edi. Hozir Qurbonov shaxsiga turlicha munosabat bildiriladi. Ayrimlar uni vatanparvar rahbar sifatida ko'rsa, ba'zilar uni Moskvaga sodiq kadrlar tizimini yaratishda ayblaydi. Rahmonqul Qurbonovning eng katta ishlaridan biri paxta hosili vaqtida zaharli moddalardan foydalanishni cheklash bo'ladi. U xususan insonlar bor dalada butifos zaharli kimyoviy moddasi ishlatilishiga keskin qarshi chiqadi. Ushbu modda asosan mashina terimiga tayyorlashda g'o'za barglarini to'kish uchun qo'llanilgan. Butifosdan voz kechish yig'im terimni kechiktirib, hosildorlikni kamaytirardi. Bu vaqtda esa Moskva Toshkentdan tobora ko'proq paxta talab qilayotgandi. Bunday vaziyatda paxta hosilini kamaytiradigan islohotlar haqida gap so'z bo'lishi mumkin ham emasdi. Shunday bo'lsa-da, Qurbonov bunga bir qadar erisha oladi. Aynan Qurbonov bosh vazirlikdan ketgandan so'ng O'zbekistonda ushbu defoliantdan foydalanish ko'lami kengayadi. 1980-yillar oxirida esa ushbu modda tabiatga juda zararli ekani tan olinib, undan foydalanish to'liq taqiqlanadi. Rahmonqul Qurbonov 1971-yilda bosh vazirlikdan tushirilib, O'zbekiston savxozlar vazirining birinchi o'rinbosari etib tayinlanadi. 1974-yilda esa u poraxo'rlik va mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish aybi bilan qamoqqa olinadi. Unga, ya'ni sobiq qo'shbekga 8 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi. Ammo oradan 1,5 yil o'tib u jazodan ozod etiladi. 1979-yilda esa to'la oqlanadi. Yakkabog'lik Rahmonqul Qurbonov mustaqillikdan so'ng 2012-yilda baravar 100 yoshda vafot etadi.
Qurbonovdan so'ng O'zbekiston Vazirlar Kengashi raisi etib Narmaxonmadi Xudoyberdiyev tayinlanadi. Xudoyberdiyev bunga qadar bosh vazir o'rinbosari, qishloq xo'jaligi vaziri kabi lavozimlarda ishlab kelgandi. Jizzaxlik Narmaxonmadi Xudoyberdiyev Sharof Rashidovning yaqin odamlaridan biri sanalgan. Uning davrida O'zbekiston tobora ko'proq paxta koloniyasiga aylanib borgan. Markaz yildan yilga paxta planini oshirib borgan. Xudoyberdiyev vazirligining so'ngida O'zbekistonda ham butun ittifoqdagi kabi turg'unlik davri asoratlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Markaz talabi bilan asosiy e'tibor paxtaga qaratilishi oqibatida boshqa sohalarda jiddiy depsinishlar kuzatiladi. Xudoyberdiyev Moskva irodasiga qarshi bora olmaydi. Sharof Rashidov 1983-yilda vafot etgach, respublikaning yangi rahbariyati Xudoyberdiyevni ham bosh vazirlikdan ketkazadi. 1984-yilda 13 yillik bosh vazirlik faoliyatidan keyin Narmaxonmadi Xudoyberdiyev pensiyaga chiqadi. Biroq baribir bilan tugamaydi. Xudoyberdiyev 1987-yilda ko'plab o'zbek siyosatchilari kabi paxta ishi doirasida hibsga olinadi. Unga pora olish aybi qo'yiladi. 1989-yilda SSSR Oliy sudi Xudoyberdiyevni 9 yilga ozodlikdan mahrum qilib, jazoni qattiq tartibli koloniyada o'tashga hukm qiladi. Sobiq bosh vazirning barcha mol-mulki musodara etiladi. Unga berilgan davlat mukofotlari olib qo'yiladi. Oradan 2 yil o'tgach, 1991-yilning martida Xudoyberdiyev ozodlikka chiqariladi. Keyinchalik Islom Karimov irodasi bilan undan tortib olingan davlat mukofotlari Xudoyberdiyevga qaytariladi. Xudoyberdiyevdan keyin markaz respublikaga o'ziga sodiq, ayniqsa birinchi kotib Gorbachevga sodiq kadrni bosh vazirlikka tayinlashni maqsad qiladi. Moskva O'zbekiston Markaziy qo'mitasining qurilish bo'limi kotibi G'ayrat Qodirov timsolida shunday insonni ko'radi. G'ayrat Qodirov bunga qadar umuman yuqori lavozimlarda ishlamagan. Markaziy qo'mitaning o'ziga ham 1984-yilning boshida ishga kirgandi. Shu yilning noyabrida u Vazirlar Kengashi raisi, ya'ni bosh vazir etib tayinlanadi. Qodirov bosh vazirligi paxta ishi davriga to'g'ri keladi. O'zbekiston amalda Moskvadan kelgan tergovchilar va chekistlar nazorati ostida edi. Bu vaqtda nafaqat Qodirovning, balki birinchi kotib Inomjon Usmonxo'jayevning ham hokimiyati juda cheklangandi. O'zbekiston Markaziy qo'mitasi ikkinchi kotibi Vladimir Anishev, Respublika Davlat xavfsizligi qo'mitasi KGB raisi Vladimir Golovin hamda Gidlian boshliq tergov guruhi mamlakatni boshqarayotgandi. Qodirovning bosh vazirlikdagi 5 yili ko'plab o'zbeklarning paxta ishi doirasida qamalishi, Sharof Rashidov qabrining ko'chirilishi, milliy uyg'onish harakati kuchayishi bilan esda qoladi. Qayta qurish siyosati barbod bo'lgach, Gorbachevning respublikalardagi ta'siri susayadi va natijada u tayinlagan odamlarni ham lavozimdan olish kampaniyasi boshlanadi. Shu asnoda 1989-yilda G'ayrat Qodirov O'zbekiston bosh vaziri lavozimidan ketadi. G'ayrat Qodirovdan keyin Mir Ahad Mirqosimov qisqa vaqt 5 oy bosh vazirlik qiladi. Bu vaqtda butun ittifoqda elita ham, xalq ham kelajak haqida aniq tasavvurga ega emas edi. 1990-yil 24-martda O'zbekistonda prezident lavozimi joriy qilinadi va Islom Karimov bu lavozimni egallaydi. Oradan 2 kun o'tib 26-martda O'zbekiston bosh vazir lavozimiga mustaqillikning tarafdori bo'lgan Shukrullo Mirsaidov tayinlanadi. Uning ishtirokida 20-iyunda O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilinadi. 1990-yil 1-noyabrda O'zbekiston davlat boshqaruvida strukturaviy o'zgarishlar amalga oshiriladi. Ministrlar Soveti Vazirlar Mahkamasiga aylantiriladi va hukumatni endi prezident boshqarishi belgilanadi. Islom Karimov Vazirlar Mahkamasi raisi ham bo'ladi. Bunga qadar bosh vazir vazifasini bajarib kelayotgan Vazirlar Soveti raisi Shukrullo Mirsaidov mutlaqo yangi lavozimni egallaydi. U O'zbekiston tarixidagi birinchi va oxirgi vitse-prezident bo'ladi. Mirsaidov ushbu lavozimda amalda bosh vazir o'laroq ishlaydi. Hukumat Karimov va Mirsaidov tomonidan boshqariladi. Aytib o'tish joizki, bu vaqtdagi O'zbekiston boshqaruv tizimi juda murakkab bo'lib, aslida lavozimlar va vazifalar amalda turlicha bajarilgan. Ya'ni, masalan, bu vaqtda vakolatlar bir xil bo'lgan davlat kotibi ham, tashqi ishlar vaziri ham faoliyat yuritgan. Mirsaidov O'zbekiston mustaqilligi g'oyasini qattiq qo'llab-quvvatlaydi va mustaqillik e'lon qilinishida qatnashadi. 1992-yil 8-yanvarda O'zbekiston boshqaruvida yana
o'zgarishlar amalga oshiriladi. Endi vitse-prezident lavozimi tugatilib, bosh vazir lavozimi joriy qilinadi. Shu tariqa vitse-prezident lavozimini egallab turgan Shukurullo Mirsaidov o'z lavozimidan ketadi. Bir 1992 yil 8 yanvarda O'zbekistonning ilk bosh vaziri etib Abdulhoshim Mutalov saylanadi. U bunga qadar bosh vazir o'rinbosari, non mahsulotlari vaziri kabi lavozimlarda ishlab kelgandi. Mutalov siyosiy faoliyati davomida prezident Islom Karimovning ishonchli ittifoqchisi, hamfikri bo'lib qoladi. Xalq xo'jaligini tiklash va pul islohoti o'tkazishda asosiy figura sifatida ishtirok etadi. Mutalov 1995 yil 21 dekabrda boshqa ishga o'tishi munosabati bilan bosh vazir lavozimidan ozod etiladi. O'zbekiston mustaqillik davrida 4 bosh vazir ko'rgan bo'lsa, ulardan eng kam tanilgani ikkinchi bosh vazir O'tkir Sultonovdir. 1991 yil 21 dekabrda Vazirlar Mahkamasi raisi etib tayinlangan O'tkir Sultonov bunga qadar tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri lavozimida ishlagandi. Sultonovning 1960-yillar o'rtalarida Chkalov zavodida Islom Karimov bilan birga ishlagan ham uning keyingi siyosiy faoliyatida muhim o'rin egallaydi. 8 yil davomida O'zbekiston bosh vaziri bo'lgan O'tkir Sultonov mamlakat taqdiriga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan ko'plab voqealarda qatnashadi. Xususan, uning rahbarligida Vazirlar Mahkamasi tomonidan 1996-yilda iste'mol tovarlarini import qilishda markazlashtirilgan valyuta resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish to'g'risidagi qaror qabul qilinadi hamda amalda valyuta konvertatsiyasi yopiladi. Ya'ni dollarning ikkita kursi paydo bo'ladi. Bojxona tizimida ham proteksionizm, ya'ni yuqori bojlar orqali mahalliy ishlab chiqaruvchilarni chet ellik raqobatchilardan himoya qilish siyosati qo'llaniladi. Masalan, xorijiy investitsiya oqimi ham albatta bunga mos ravishda kamayib ketadi. Shubhasiz, bu o'zgarishlar prezident Karimov irodasi bilan amalga oshirilganini qayd etib o'tish joiz. Sultonovdan so'ng O'zbekiston bosh vaziri lavozimiga ilgari Jizzax va Samarqand viloyatlari hokimlari lavozimida ishlagan tajribali siyosatchi Shavkat Mirziyoyev keladi. Mirziyoyevning bosh vazirlik davri O'zbekistonning yopiqlik siyosati davriga to'g'ri keldi. Islom Karimov bir necha bor prezident vakolatlari bosqichma-bosqich bosh vazirga o'tkazilishini aytgan bo'lsa-da, amalda bu yuz bermadi. Men Vazirlar Mahkamasida 13 yil mebellarga qorovullik qilib o'tirganim yo'q. Hamma narsani bilaman. Shuning uchun eski komandadan birorta odam qolgani yo'q. Har safar 20-fevralda majlis bo'lardi. Hammamiz 2 oy kutardik. Nimani kutardik? 8% badiiy asarni kutardik. Bunaqangi 8%ni badiiy asar deydilar. Bir xillar aytishi mumkin. Sen bosh vazir bo'lib turib, shularni bilmagansan deb. Bilganman, lekin atrof juda chatoq edi. Buni bilgan odam biladi. Shuning uchun men ochiqchasiga gaplashyapman. Bu birovga yoqadimi, yoqmaydimi, menga endi baribir. Xalqimiz endi bizni kechirmaydi. deya o'zining bosh vazirlik davriga ta'rif bergan edi Shavkat Mirziyoyev. 2016-yilda Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti etib saylanadi va bosh vazir lavozimini tark etadi. Yangi davlat rahbari davrida nihoyat mamlakat yana jahon hamjamiyatiga qaytdi. Paxta monopoliyasi tugatildi. Qo'shnilar bilan aloqalar normallashtirildi va konvertatsiya ochildi. 2016-yil 14-dekabrda Abdulla Aripov O'zbekiston bosh vaziri etib saylanadi. Aripov bunga qadar Pochta va telekommunikatsiyalar agentligi rahbari, bosh vazir o'rinbosari kabi lavozimlarda ishlab o'zini ko'rsatgandi. 14 yil bosh vazir bo'lgan odam va 3 marta ushbu lavozimga qayta tayinlangan shaxs sifatida bosh vazirning yuragidan qanday hislar o'tyapti bilaman. Abdulla Nig'matovichni 20 yildan buyon bilaman. Ko'p yillar yonma-yon birga ishlaganmiz. Hayotda ko'p og'ir tuhmatlarga qolgan, lekin shularni jasorat bilan yengib hech qachon singan emas. Men shu lavozimda vaqtincha bo'lganimda ham bosh vazir o'rinbosari qilib Abdulla Aripovni adolat yuzasidan qaytarganim bejiz emas, degandi Shavkat Mirziyoyev Abdulla Aripov haqida. Abdulla Aripov davrida prezident irodasi bilan uzoq yillardan buyon hal bo'lmay kelayotgan chegaralarni delimitatsiya qilish masalasi nihoyat ijobiy hal qilindi. Bosh vazir rahbarligidagi O'zbekiston komissiyasi Qirg'iziston va Tojikiston bilan qiyin chegara muammolariga yechim topdi.
Shunday qilib, O'zbekiston Jumhuriyati tuzilganidan buyon 20 nafar inson hukumat boshlig'i, bosh vazir vazifasini bajardi. Ularning har biri mamlakat va xalq xotirasida turlicha iz qoldirdi va qoldirmoqda.